Assalomu alaykum hurmatli azizlar, assalomu alaykum Zo'r TV kanali muxlislari. Oshxona qirollari ko'rsatuvi yana bir bora xonadoningizning aziz mehmoni. Bugun biz bir o'zgacha joyga keldik. Men shaxsan o'zimga yoqdi. Ichkaridagi atmosferasi juda ham chiroyli, juda ham zo'r. Munis degan ajoyib milliy taom keldik. Mana ko'rib turibsizlar, bizni Munisaxon qizimiz bor. Shuning nomiga qo'yilgan Munis degan ajoyib milliy taomlar keldik. Men sizlarga lokatsiyani tushuntirib o'tmoqchiman, hurmatli azizlar. Eski Toshkentdan kelayotganingizda chapga Parkentskiga qarab ketadi, o'ngga qarab Pahlavon Mahmud ko'chasi, mana bu yerda Ashxobod parki. Ashxobod parkini shunday ko'chaning yuzida mana shu baland 9 qavatli binoning tagida joylashgan. Bu yerda taomlar juda ham ko'p. Hattoki gumba ham qilishar ekan. Gumba. Biz yoshligimizda gumbani yeb katta bo'lganmiz, o'rtoqlar. Bu gumba umuman boshqacha ekan. Hali men yeb ko'rmadim. Endi berishadi, lekin aytishdiki, gumbasi zo'r deyishdi. Bu taomlarni ham juda maqtashyapti. Ana endi biz bunga isbot qilish uchun men ichkari kirib, bosh oshpaz bilan gaplashib, keyin taomlardan yeb ko'ramiz. Agar haqiqatan ham zo'r bo'lsa, zo'rda maqtayman, bilasizlar, meni odatimmi. Kirishingiz bilan mana qo'l yuvadigan joyni qarang, bir qanaqadir oxirgi dizaynerlarda qilingan qo'l yuvadigan joylar. Ayniqsa kechqurun tunda bu yerda juda chiroyli manzara bo'ladi. Mana bu yerda koboblarni qaranglar, go'shtlarni qaranglar, qanaqa bir go'shtlar, svejiy go'shtlar, hammasi yengilligi bilinib turibdi. Endi bular oshxonasini qaraylik. Qani sig'armikinman, yo'qman bu yerga. Sig'mas ekanman. Bir basir operatorlar o'zi ko'rsatishadi bizlar endi. Suriladimi? Surilargan. Mana o'rtoqlar, mana ko'zi sho'rva, mana bulyondan qaranglar. Oshxonaga e'tibor beringlar, o'rtoqlar. Oshxona toza, pokiza bo'lsa, demak taomlari ham xuddi shunaqa. Oshpazlari ham mana polvon, o'zimizga o'xshagan polvon bolalar. Mana oshlar qilinyapti, osh rangini qarang. Rangini ko'r, holingni so'r deyilgan gaplar bor. Mana bu yerda sho'rvalar qaynayapti. Mana bu yoqda ham oshxona bor ekan mana. Oho, mana. O'rtoqlar, voy bu. Menimcha yo'q taomi o'zi yo'q. Xonimlar ham qilinayotgan ekan. Mana moshkichiri, no'xat sho'ri. Bizning eng o'zbekchilikda eng shirin taomlardan bittasi. Ichkariga zalga kiramiz endi. Zal juda ham katta, juda ham keng. Unisiga hozir kun issiq, salqin, muzdekgina. Men lekin juda ham mazza qildim. Mana u katta kuxnya edi, bu kichkina kuxnyachasi bu. Qaranglar qanaqa bir chiroyli, qanaqa bir toza. Ovqat yeyotganingizda ham hamma joy toza bo'lsa, odam mazza qiladi. Chet elda, Yevropalarda, chet ellarda kirgan mijozda birinchi oshxonasini ko'radi va undan hojatxonasini ko'radi. Agar hojatxona bilan oshxona toza bo'lsa, demak o'sha yaxshi joy hisoblanadi. Mana bu yerda o'rtoqlar milliy taomlardan tashqari dietetskiy ovqatlar ham bor ekan. Bizga o'xshagan to'la odamlar dieta qilmoqchi bo'lsa, mana dieta salat. Mana qaranglar, salatlar dietetskiy. Mana bu yerda mana grechka, perilovka, guruch, makaron, tuxum, karom, voy bu, kiyevskiy kotlet, tok, miftel. O'tomlar unisiga ham qizdan qaraydi chiroyligini. Lekin egalari nima qilaman ko'p xarajat qilib, kam xarajatli bo'lgan yaxshi deb quru devorli o'ziga va bunaqa bir dizaynerlar qildi. Mana ko'ryapsizlarmi? Avval taom, badas kalom. Mana shuning uchun avval taom, badas kalom degan shiorlar ostida mana operatorlarimiz olib qo'ysa, u otaxonlar odam o'tirganda bir ishtaha ochilib o'tiradigan joylardan bittasi bo'lgan. Bu yerda endi mana bitta bar bor, o'rtoqlar. Mana barda, mana otingni men sanib qolam. Sanjar, mana Do'mboqqina yigit Sanjar bu yerda morojenilik qilib berar ekan. Qaranglar qanaqa bir chiroyli, ko'rkam joy. Odam bir o'tirsa, Shahzod bag'rida ochiladi odamni bir mazza qilib, taomlari ham zo'r bo'lishi kerak. Men hali yeb ko'rganim yo'q. Mana bugun ko'rsatuvning oxirida yeb, unga baho beramiz. Va biz endi hurmatli azizlar, ko'rsatuvimizning asosiy qismini boshlaymiz. Bosh oshpaz taklif qilib, suhbat qurib va oxirida ana shu taomlardan bahramand bo'lamiz. Demak, hurmatli azizlar, biz boshladik. Xo'p, endi bosh oshpazni taklif qilamiz. Profession defa o'z kasbining ustasi Saidmurodjon. Keling, Saidmurodjon. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Bo'ylaringiz bo'y tomon. Mana oshpaz bo'lsa mana shunaqa bo'lishi kerak-da. Mayda-chuyda bo'lmasdan yiri, dangal. Qo'li ham katta, ovqatni ham katta qiladigan oshpaz bo'lishi kerak. Saidmurod, yaxshimisiz, tuzumisiz? Bu ko'rsatuvimizni nafaqat O'zbekiston ko'radi, bu ko'rsatuvni Zo'r TV kanali shunaqa kanalki, Qozog'iston, O'rta Osiyo,
Rossiya davlatlari, hattoki Amerika ham ko'rib o'tiradi. Chunki Zo'r TV kanali shunaqa bir butun dunyoga tariladigan kanallardan bittasi va biz ko'rsatuvimizni ko'pchilik muxlislar ovqatxo'rlar yaxshi ko'rishadi. Kutib o'tirishadi, shukrigan bugun qayerda bo'largan, qaysi joyda bo'largan, biz ham borib yeb ko'ramiz deydi. Lekin men bugun mana shu sizlarning Munis restoraniga kelib, juda ham havosim keldi. Saidmurod, o'zingiz necha yildan beri oshpazlik qilyapsiz? 10 yildan beri oshpazman. 10 yildan. Necha yoshdasiz hozir? 32 da. 32 yoshda. Uylangansiz. Uylanganman, 3 ta farzandim bor. Xotindan nechta? Bitta xotin, nechta farzand? 3 ta farzand. 3 ta, mana de. Sog' bo'ling. 3 ta qiz. 4-inchisi o'g'il bo'ladi, xudo xolasa, inshaalloh. Qizni bergan Xudoyim o'g'ilni ham beradi. Nechta oshpazlik ishlaysizda ichkarida, oshxonada? Ichkarida 10 tadan shu. 10 yildan beri oshpazlik qilyapsiz. O'zingiz shaxsan qayerlarda ishladingiz bungacha? Chet davlatlarda bo'ldingizmi, davlatlarda? Chet davlatlarda Qozog'istonda bo'ldim faqat. Qozog'istonda bo'ldingiz. Qozog'istonda 1 yildan shu ishladim. 1 yildan shu ishladingiz. Malakani oshirib keldingiz shu. Shunaqa, shu bilan keyin Toshkentda. Bu Munis ochilganiga necha yil bo'ldi bu yer ochilganiga? Munis ochilganiga, bu yoq ochilganiga 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Hattoki gumma ham bor ekan, maza qo'rgan gumma. Hali gummadan ham yeb ko'ramiz. Bir 4 ta gumma spets zakaz qilib pishirib berasiz, ichini go'shtini ko'proq qilib. Biz yoshlikda gumma yeb katta bo'lganmiz-da, 4 talik perashka bo'lardi yoshimiz 5 yoshda. O'sha yerda yeb katta bo'lganmiz, ana bu gummani ham yeb ko'ramiz. O'zingiz birinchi bo'lib necha yoshda ovqat qilishni boshlagansiz? Nima ovqat qilgansiz? Birinchi bo'lib o'sha Makaron. Makaron Pavlotskiymi? Makaron Pavlotskiy. Makaron Pavlotskiy. Uyda qilgansiz. Uyda. Qanaqa o'zi oshpazlikka qiziqib qoldingiz? Yoshligingizda och qolib ketganmisiz? Uydagilar ovqat qilib bermaganmi? Katta bo'lsam, xudo oshpaz bo'laman, hech kimga yanamayman, o'zim ovqat yeyman deb. Bizda qiziqib qolgan. Uyda avlodda bormi kimdir oshpaz? Bor, dodam. Doda oshpaz. Doda oshpaz, somsapaz bo'lganlar, rahmatli. Doda sababchi bo'lganlar. O'zi mana shu sohaga kirib kelishimga doda sababchi bo'lganlar. O'zi Ahranada ishlardim men. Ana o'zi men yetdimi, modali odam o'zi Ahrani o'zi. Ham bu yerda ham trener, ham oshpaz ekan. O'zi Ahranada ishlaganman. Shu dodam kelgan, bunaqa emas. Doda kasb olib ketish kerak dedilar. To'ppa. Shu bilan shu yo'nalishga yo'naltirdilar. Duolarni olib mana inshaalloh shunday. Oilada nechta farzandsizlar? Oilada 2 ta farzand, bitta ukam bor. Ukangiz ham boshqa yo'nalish. Umuman boshqa sohada. Boshqa yo'nalish. Endi afsuslanmaysizmi oshpaz bo'lganingizdan? Yo'q. Maza qilib ishlaysiz. Berilib ishlaysiz. Shunaqa. Nima ovqatni zo'r qilasiz? Qo'ldan kelguncha hamma ovqat yoqyapti. Hammasi yoqyapti. Hamma ovqat yoqyapti. Uyda ham qilib turasizmi ota-onaga? Uyda qilamiz. Lekin onaning qo'li baribir shirin bo'ladi. Onani qo'liga yetadigan. Onani ovqatiga yetadigani yo'q baribir. Bar kelganingizda onajon qilgan ovqat yesa odam maza qiladi baribir, to'g'rimi? U boshqa dunyo. Endi bu ham armon bo'lib qoldi ozgina. Alloh rahmat qilsin, Alloh rahmat qilsin. Mayli. Hali ota-ona o'lmoq meros deyiladi-yu, endi borlariga umrlar uzoq deymiz, olamdan o'tgandan Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Xo'p, ko'proq qaysi taom ketadi bu yerda? Kelgan mijozda ko'proq qaysi taomdan sizlardan bahramand bo'lishadi? Ko'proq cho'poncha ketadi. Cho'poncha. Hozir mana yengillik qildi, yana bu yerda qurtobani yo'lga qo'ydi. Qurtoba ham qilyapmiz. Qurtoba ham qilyapmiz. Qurtobani qaysi go'shtdan qilasizlar? Mol go'shtimi, qo'y go'shtimi? Mol go'shtidan qilyapmiz. Qo'y go'shtidan qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, u farqi yo'q. Qurtobani ustiga qanaqa go'sht qo'yishimizni anaqasi yo'q, ana farqi yo'q. O'zi bizda yo'nalishimiz mol go'shti aslida. Hozir ichkarida oshxonani ko'rdim, ko'zi sho'rvalar qaynab turibdi. Bu suv ovqatidan bir 5-6 xil bo'lsa kerak. Mastavalar ham bormi? Bor, hammasi bor. Mastava, boshqordi, sho'rva, bor. Ko'za sho'rvani go'shti, mol go'shtimi, qo'y go'shtimi? Aralash solamiz biz. Qo'y go'shti ham, mol go'shti. Qo'y go'shti ham, mol go'shti ham aralash qilib solamiz. Bugun menga bo'lmasa ko'za sho'rva qilib berasizlar. Xo'p. Qoplardan bittadan yeb ko'ramiz. Xo'p. Qurtoba qilib berasiz. Keyin ham cho'ponchaniki, cho'poncha qilamiz. 2 xil salat qilib berasiz. 2 xil salat qilib berasiz. O'zimizda firminniy salatlar, o'shalardan qilib beramiz. Firminniy salat. Choyxonalarda ulfatli aytadimi? Saidmurod ovqat qilib ber deyshadimi? Qilasizmi? Qilamiz, qilaman. Qilinadi. Lekin oxirgi paytda o'sha to'xtatib qo'ydim bu narsani. Nega? Endi faqat dam olib boraman, ishlagan boraman, deya. Shunaqa, ya'ni ishdan chiqib ishga ketaman men. Sizni sinfdoshlar shunaqada, hali ko'rishib qolsangiz, san qilsa, men ham dam olgani keldim, o'zing qillaring deydi-da, san bo'lib ketadi. Shunaqa bo'ladi. Eng zo'ri tinchgina choyxonaga borish kerak yoki shunaqa joyga kelib, tayyor ovqatni yeb ichish kerak, maza qilish kerak deydi-yu. Qaynona bormi? Borlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Oyijon deysizmi? Oyijon deymiz? Oyijon deysiz. Qaynonani. Ayt, yechak. Hali men bir narsa aytdim-da, hamma yoqqa chiqib ketdi-yu, shuni yaxshi ko'raman-da. Bir odam uyda o'tirsa, kechqurun eshik taqiladi, eshik. Ochib qarasa, qaynonasi turganmish. Kechqurun 1da, usti bosh qo'l. Oyijon debdi. Kechqurun 1da nima qilasiz? Usti boshingiz qo'l debdi. Ertaning shamoli o'lib qolsangiz debdi. Qaynatam meni yashab ketar debdi. Bolalaringiz meni chidaydi. Men qanaqa chidayman siz? Oyijon, men qanaqa chidayman debdi. Unistek 1da kelsa kechqurun ko'cha to'la daydi itlar sizni tishlab o'ldirib qo'ysa debdi.
qaynatam meni yashab ketar, bolalaringiz meni chidaydi debdi. Men qanaqa chidayman oyijon, sizsiz men qanaqa yashayman? Ikkinchi kechqurun ko'chada yurmang. Boring, keting uyingizga deb eshikni yopib qo'ydi. Vashit bir zo'r kuyov ekan dedi. Har qalay. Ey! Xayoljo boshida tushunmadingiz gap. Yo, tushundim. Tushundim. Eshikni yopib qo'yganlardan tushundim. Yaxshi bolami, yomon bolami bu? O'rtacha. O'z ashula eshitasizmi qo'shiqlar? Kimni ko'proq eshitasiz hozir? Hozir vaqtdan bo'lmayapti, lekin oxirgi Yo'q, payt. misol xirgoyi, misol ovqat qotgandan bir xirgoyi qilib aytadi-ku, har bitta odamning odati bor misol uchun. Qaysi qo'shiqni Yo'q, yoqtirasiz? men lekin xirgoyi qilib aytmagan, baqirib, bola baqirib ish qilamiz biz. Ashula ham aytmaysiz. Yo'q, o'zi yaxshi ko'rgan ashula. Yaxshi ko'rgan bor, Tohir Sodiq. Tohir Sodiq. Qaysi qo'shiqni yaxshi ko'rasiz? Shu hammasini. Qaysini? Hammasi. Esingizda qolgani. Yoshligimda. Qaysi edi? Endi bunday sanaqa odam. Yo'q, bir mazza qilaylik bir. Hamma shularni eshitamiz, padre. Esingdami seni qish kunlari, shumidi, shunaqamidi? Sovuq shamollar uchirar olamni. Shu kundan biz tanishdik va birga bo'lishni xohlar edik. Shunaqa. O'zi ashula aytsam, to'p bera olasizmi kim aytganini? Mana qarang. Yomg'ir yog'di mayda. Mana bilarkanlar. Bilarkansiz-ku. Bir joyda men to'g'ri oshpazga aytdim. Mana shuni aytsam, kim aytgansa eson, Yorqinxo'ja Umarov to'chini Yorqinxo'ja Umarov aytgan edi. Mana siz bitta topdingiz. Yomg'ir yog'di, anachi. Kecha oqshom falakda. Sheraljo'ra. Ana, o'rtoqlar, mana bilarkanlar-ku. Yana san'atdan xabarim yo'q deysiz. Ana, telefon jirillayapti. Javob beravering. Kim? Xotinmi? Xotinmi? Bilmadim. Xotin qarang. To'chni xotin aytdimi? Yo'qmi? Xo'p, hurmatli azizlar, bugun Saidmurod bilan suhbat qurdik. Saidmurod bildingiz nima qilib berishi? Chiroyli. Men katta ko'zi nimaga bu? Buni ham sho'rva qilinadi. Bunda siz uchun mana shunda qilib beramiz bugun. Yo'q, piray. Kovda bob. Voy. Ko'zini qaraylik, как раз men bo'lgan. Bo'lmasa bugun chiroyli bir taom qilib berasiz. Va oxirida yeb unga baho beraman. Yaxshi bo'lsa, zo'r ekan gap yo'q deyman. O'rtacharoq bo'lsa, o'rtacha ekan deyman. Xo'p. Shunga qarab mehr bilan berasiz. Demak, boshladik. Landa. O'yin boshlandi, Saidmurod. Boshladik, ukajonim. Ketdik o'rtoqlari. Hurmatli azizlar, Munis restoran taomlari tayyor bo'ldi. Saidmurod baraka topsin. Yigitlar bilan birgalikda mana juda chiroyli tarzda tayyorlashdi. Men ham ko'zi sho'rvani qaranglar. Bu go'dabob, men bitta o'zim. Endi mana ko'p ovqat yeymiz. Qani bir sizning sho'rvani ko'raylikchi, ko'zi sho'rvani. 4 soat qaynagan sho'rva, juda ham bir mazali, bir cho'mich sutsangiz bo'ldi. Mana qurtoba, mana 2 xil salat, juda chiroyli cho'poncha. Hozir gumma etdim, gumma. Gummani ham ko'ramiz, gumma. Go'shtli xil o'rtoqlar, tushonka mana. Agar sho'rva mazasi zo'r bo'lsa, Saidmurod, asha dod desam, zo'r bo'ladi. Agar yaxshi ekansa, qab bo'lishiga, qar bismillahirrohmanirrohim. Dod! Voy. Buni mazaligini, buni qo'shilib ichish kerak emas, buni o'zini simirish kerak o'rtoqlar bu sho'rvani. Bay. Tana yayraydigan sho'rva. Voy, o'tishini qara. Voy, tushdi. Voy, tushyapti joyiga. Oho.
O'rtoqlar, men rostdan gapiryapman. Sho'rvani jinnisi, eng jinnisi mana shu bo'lar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Abdubos ham pirashkan olib kecha gummani. Men boya bir narsa aytish esdan chiqibdi. Munis restoranining 3 ta filiali bor. Eng kichkina shu. Ko'rib tursiz, eng kichkina shu bo'lsa, hozir biz Ashxobod parkining yonida syomkadamiz. Xo'p, Abdulbosit shu ishdan shu yildan yurg'izadi. O'rtoqlar, endi men gummani qaranglar. Mana oddiy misol gumma. Buni issiq ekan. Hozirgina tayyorlashdi. Hozirgina tayyorlashdi. Gumma turib tursin, Abdulbosit shoshirmaysan. Salat nima salat bu? Bu shampinyonli salatimiz. Qo'ziqorinli. Qo'ziqorinli. Qo'rilgan qo'ziqorinli salatimiz. Men lekin bunaqa salatni chiqarib ko'rmaganman. Bu sizlarda avtorskiy salat bo'lsa kerak. Bu salatimiz avtorskiy hisoblanadi. O'zimiz o'ylab topganmiz. O'zinglar. Da. Qirsiliydigan deyman, qani bismillahirrohmanirrohim. Sana birinchi sheflarimiz tomonidan o'ylab topilgan. Mazasi qanaqa? Zo'r. Yaxshimi, yoqdimi? Zo'r. Men salatni qo'yib bu yoqqa. Bu yana bitta yangi salatimiz. Yaqindagina menyuyimizga qo'shdik. Salatni sevadigan, qo'y. Salat sevadigan. Mana bu mevali salat. Ha. Nok, mango, olma, rukola, anor, jo'xor, xullas. Kakras bugun hozir emas, sezonimizga juda ham mos. Xullas sezon bob, makvaytar degan salat qo'ydik buning nomini. Bismillah. Mango, nok, mana bu endi olma, yong'oq. Buni endi stolda joy qolmayapti, ko'rishingiz mumkin. Joy qolmayapti. Bugun bo'kadigan kun ekan. Ana qoplarni qara. Terashgan bitta yeb ko'ringchi. Voy, ma'mir ichini qaranglar. Voy, mashallah. Voy. Voh. Men masalani voy. Bay. O'zi boshida gummamiz bilan tanilganmiz. 18 yil oldin TTZ gummatisi juda ham ko'p ovqatsevar insonlar juda ham yaxshi bilishadi TTZda. Birinchi ochilgan filialimiz 18 yil oldin. O'sha payt, juda ham mashhur bo'lgan. Hozirgacha 18 yil oldin o'zing necha yoshda eding? 18 yil oldin men adashmasam 1 yosh edim. 1 yosh senga bag'ishlab qilingan ekan bu gumma. Shunaqa. Qani bismillah, gummani ko'ramiz o'rtoqlar. Gumma eng zo'r taomlardan bittasi. Bismillah. Yoqimli ishtag'a. Wow. Mana. Gumma. Gap yo'q. Gumma 5 bog'a. Hop. Tojikcha taom qurtoba. Qurtobani ikkita shu joyda yedim-da. To'g'risini aytsam yoqmadi menga unchalik. Qani bu bismillah. Buni yeb ko'ring endi bitta. Endi buni o'zining ishqibozlari bor-da. Qurtobaning o'zining ishqibozlari bor. Abdulbosit sho'rvadan suzibdi suvdan. Ko'p ko'ramiz o'rtoqlar. Qo'rg'adan, yosh qo'zichoqdan, uylanmagan qo'zichoq. So'yilayotganda uylanmaganman deyildi. Bittasini olib yeb ko'ramiz. Qani bismillah. Voy. Go'sht silib ketyapti. Mana shu yoqdi. Da. Gap yo'q. Mavzu. Cho'ponchani ko'ramiz o'rtoqlar. Hammasini yo'rib odam to'yib qoladi. Voy. Hammasi go'shtli taom, lekin baribir cho'ponchani shirasi boshqacha. Bizning o'zbek xalqimiz go'sht ishqibozi-da. Sababi agar go'sht zo'r bo'lsa, mazasi ham zo'r-da. Shunaqa. Endi o'rtoqlar yig'ishtirib turamiz deb o'tdi. Endi navbat o'rtoqlar desertga. Aslidari chukara, shop. Adilbosit, shirinlab. Belgiyskiy vafli. Bay. Nima vafli? Muzqaymoq. Belgiyskiy vafli. Muzqaymoni qaranglar. Hop, bitta ko'ramiz endi. Limon choylar quyildi. Bundoq qilib mana manzarani go'zalligini qaranglar. Qo'limlarni bundoq qo'yib, Abdulbosit nima deyna? Ketadi u. Bismillahirrohmanirrohim. Bunaqa yeb turib ketidan limon choydan.
Abdulla boshida shirin bo'lib ketdim juda ham. O'z shirin bo'laman. Muzqaymoq. Hurmatli azizlar, hurmatli vatandoshlar, hurmatli bizni ko'rayotgan boshqa davlatdagi mehmonlar, O'zbekiston Toshkent shahriga kelib qolsanglar, albatta mana shu Munis restoraniga tashrif buyuringlar. Ko'zi sho'rvaning ichi dod deb chiqib ketmasanglar, men otni boshqa qo'yaman. Ko'rishguncha xayrlashmaymiz o'rtoqlar. Salomat bo'lishga majbursizlar. Shukrulloh Isroil mustaqil O'zbekiston Toshkent shahri Zo'r TV kanali oshxona qirollari ko'rsatuvi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Sog' bo'linglar.